Assalomu alaykum. Meni kanalimni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Videoni ko'rishni boshlashdan oldin albatta obunani bosib qo'yishni unutmang, chunki yangi videolarni ko'rish uchun obuna bo'lib qoling. Bugun sizlarga Enel kompaniyasining kollagenlari haqida ma'lumot berib o'taman. Kollagenlar bu oqsil degani hammamiz bilamiz. Foydasi juda zo'r. Doimiy oqsilli mahsulotlarni yeb yurmaymiz. Oqsilli mahsulot, masalan, baliq, tuxum, oyda bir marta, haftada bir marta yeyishimiz mumkin, lekin doimiy emas. Bu kollagenni mana shu bitta parashokchasi, pachkachasida tasavvur qiling, 13 kilogramm kallapoychani tarkibi borda. 13 kilogramm kallapoychani bir kunda hech kim ham yeyolmaydi. Shuning uchun oqsilga boy kollagen sochlarimizni, tirnoqlarimizni mustahkamlab beradi. Buni natijasi va effektini bir oylik to'liq kurs ichganlardan bemalol bilsak bo'ladi. O'zimda ham natija zo'r bo'lgan. Buni siz xohlasangiz gilos tamligidan ichishingiz mumkin, xohlasangiz miyata tamligidan ichib ko'rishingiz mumkin.